Bilib qo'ying, asl muammo tilda emas, uning qanday o'rganilishida. Nemis tili juda ham qo'pol, qiyin degan gaplarni ko'p eshitgansiz. Shaxsan men o'zim ham xuddi shunday fikrlardim. Lekin jarayonda bu til naqadar mantiqli va oson ekanligiga guvoh bo'lganman. Bugun men sizga shuni isbotlab beraman. O'zi nega o'quvchilar nemis tilini qiyin deb o'ylashadi? Muammo shundaki, biz tilni osongina va tez fursatda o'rganishni, tezroq natijaga chiqib, xuddi nemislardek gapirib ketishni xohlaymiz. Lekin shu bilan bir qatorda xato qilishdan ham qo'rqamiz. Ammo til, sabr va aynan shu xatolar yordamida o'rganiladi. Birinchidan, nemis tili juda ham mantiqli va tartibli til. Ya'ni qoidalarni bir marta tushunib, gap strukturasini o'rganib olasiz va shu qoidalar asosida gaplarni xatolarsiz tuzaverasiz. Istisnolar juda ham kam uchraydi. Ikkinchidan, aksariyat so'zlarni siz allaqachon yodlab bo'lgansiz. Qanday deysizmi? Ko'p nemis tilidagi so'zlar inglizchasiga juda ham o'xshash bo'ladi. Misol uchun, house, house, Wasser, water, Freund, friend. Demak, siz maktabda biroz bo'lsa ham ingliz tili o'rgangan bo'lsangiz, siz allaqachon nemis tili o'rganishni ham boshlagansiz. Uchinchidan, nemis tilidagi so'zlarni talaffuzi juda ham oson. Siz ba'ziga bir istisno harflar yoki diftonlarni to'g'ri o'qilishini, qoidasini o'rganib olasiz. Qolgan holatlarda qanday yozilsa, so'zlar shundayligicha o'qiladi. To'rtinchidan, agar siz to'g'ri metod tanlasangiz, bir oy ichida nemischa gapira olasiz. Ya'ni salomlashish, o'zingizni tanishtirish yoki kundalik hayotda kerak bo'ladigan gaplarni bemalol gapira olasiz. Bilib qo'ying, asl muammo tilda emas, uning qanday o'rganilishida. Nemis tili aslida qiyin til emas. Biroz sabr, to'g'ri tanlangan metod va har kuni kichik qadamlar bilan siz ham bemalol o'rgana olasiz. Eng muhimi, boshlashdan qo'rqmang. Bugun boshlang, inshaalloh natijani tez orada ko'rasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha